Said Ahmad Jimjitlik romani 7-bo'lim. Tolibjonning qiladigan ishi yo'q. Ertalab turib, tong otishini tomosha qiladi. Qaytib kelib, onasi bilan o'tgan-ketganlardan gaplashadi. Kuni bilan jiyanlarini ergashtirib, soy bo'ylarida aylanadi. Bolalarga turli o'yinchoqlar yasab beradi. Ularning telba-teskari gaplaridan zavqlanib, o'z bolaligini eslaydi. Ishga o'rgangan odamning bekor qolishi bir fojia ekanini Tolibjon endi bildi. Shunday diqqat bo'lgan kunlarning birida Tolibjon kechasi xontaxtaga bag'rini berib, KPSS Markaziy komitetining partkomissiyasiga xat yozdi. Partiya a'zosi bo'la turib, bironta foydali ish qilishiga imkon berishmayotganini birma-bir yozdi. Kitob shahar pochtasidan zakaznoy qilib jo'natdi. Uning bu xil kayfiyatini kampir sezib turardi. Tolibjonni yoniga chaqirib bir gap aytdi. Zerikib qolyapsan, bolam. Ermakka bo'lsa ham biron ishning boshini tutsang bo'lardi. Bunaqa zerikib o'tirsang, bir kun emas, bir kun yana daydib ketib qolasan. Shundan qo'rqaman. Mening ham 5 kunligim bormi, yo'qmi? Meni tuproqqa qo'yib, keyin qayoqqa ketsang o'zing bilasan. Hech qayoqqa ketmayman eni. Ota-onam o'tgan yerlarda yashamoqchiman, dedi Tolibjon. Balli, bolam, shuncha darbadar kezganing bo'ladi. Tolibjon qachondan beri aytolmay yurgan gapni endi ochiq aytishga ahd qildi. Toshkentda bir ro'zg'orga yetadigan yukim bor. Olib kelsam degandim. Bu joyga o'zlaringiz sig'may qolibsiz. Men qayga sig'aman? Shu atrofdan chog'roq bo'lsa ham bir boshpana olsam, sizga yaqinroq joyda yashasam deyman. Mirvali markazdan joy beraman deydi. Menga hashamatli uyning keragi yo'q. Endi jo'ngina umr kechirmoqchiman. Dabdabalarni ko'rib bo'ldim. Siz qatori, qo'ni-qo'shnilaringiz qatori yashamoqchiman. Uning gapi kampirga ma'qul keldi. Shu, bolam, Mirvaliga judayam elakishaverma. Qo'li ochiq, dali-g'uli bo'lgani bilan yurtga ma'qul kelmaydigan qiliqlari ko'p. Unga qo'shilib sen ham badnom bo'lib qolma. Mish-mishlarga qaraganda uning qo'li qonli, ko'p odamning boshini yegan. Guldek qizlarni baxtsiz qilgan. Risolatning kelinini yo'ldan urgan ham shu. Ravshanbekning g'oyib bo'lishida ham uning qo'li bor, degan gaplar yuribdi. Ehtiyot bo'l. Undan ko'ra o'zingni o'yla. Biron mo'min qobili uchrasa, boshingni ikki qilib olsammikin? Yo'q, ena, dedi Tolibjon. Umrimning buyog'ini yakka o'tkazmoqchiman. Xotinim bilan o'g'limning xotirasi meni yolg'iz qo'ymaydi. Hamma vaqt birga. O'zing bilasan, qarishing bor, issiq-sovug'ing bor, yotish-turishing bor. Yoningda bittagina hamdaming bo'lgani yaxshi. Yana o'zing bilasan. Qarib, boshi yostiqqa yetganda xotin kishi har yerga sig'ib ketaveradi. Mana men sig'yapman-ku. Erkak qaraganda hech bir kunjik yovakka sig'maydi. Shu yaqin o'rtadan hovli olaman deysan. Qandoq bo'larkin? Axir bu uy, bu hovli otangdan qolgan. Sening joying. Kuyovga aytay, anavi etakka tom solsin. Sen o'z uyingga o'zing ega bo'l. Tolibjon onasining so'zini qaytardi. Ena, bu gapingiz menga ma'qul kelmadi. Bu uy Zaynabniki. Shuncha bola bilan yana tom solish unga og'irlik qiladi. Agar siz rozi bo'lsangiz, hovli etagiga 2 xonali uy, bir ayvoni bilan qurib, o'sha yerda yashay. Sizni ham o'sha uyga olib o'taman. Birga yashaymiz. Kampir jimib qoldi. Yelkalari silkinardi-yu, ko'zida yosh ko'rinmasdi. Ajab, ko'rmaydigan ko'zga yosh ham kelmas ekan. Kampir eshitilar-eshitilmas pichirladi. Umringdan baraka top, bolam. O'g'il ekan. Shuning uchun o'g'il tug'ilgan uyda to'y bo'lib ketadi. Beri kel, peshonangdan bir o'pib qo'yay. Ezilib, adoyi tamom bo'lgan enangga boshqatdan jon ato qilding. Tolibjon engashib, kampirning ko'kragiga bosh qo'ydi. Kampir uning boshini siladi, yelkalarini siladi.
Tolibjon juda olislarda qolib ketgan go'daklik yillariga qaytib borgandek edi. O'z onasi bag'rida erkalanayotgandek edi. Kampir uni bag'ridan qo'yib, timirsklanib choynak qidira boshladi. Tolibjon unga choy quyib uzatdi. Kampir bir-ikki ho'plab piyolani yoniga qo'ydi. Endi bunday qil, bolam, kiyik sovdi momomga bormaganimga ham ko'p yillar bo'lib ketdi. Har yili 7 tangadan atab tashlab qo'yganman. Shu ataganlarimni oborib, kiyik momomni ziyorat qilib kel. Bilaman, sen yangicha odamsan. Bunaqa ishlardan hazar qilasan. Men uchun bor, bolam. 5-4 kundan beri dadang tushimga kiryapti. Kiyik momom ham tushimga kiryapti. O'zim borolmayman. Oborsang ham yo'liga chidamayman. Hech bo'lmasa men bo'lib bor. Tolibjon xo'p dedi. U kiyik momo to'g'risida bolaligida ko'p afsonalar eshitgan. Uzoq yaqindan ziyoratchilar kelib, jonliq so'yib tavob qilishlarini ham eshitgan, ammo o'zi borib ko'rmagan edi. Kenja o'g'lining bo'ynida sochiq boylab, qaychi bilan sochini olayotgan Zaynab gapga aralashdi. Ena, bilib gapiryapsizmi? Akam u yerga borsalar, gap so'zga qoladilar. Raykom u yerga odam qo'ygan. Kim kelsa ro'yxatga olib o'tiradi. Bormang, aka. Yaxshi odamni xotirlasa nimasi hukumatga malol kelarkan. Kekisovdi momom avliyo bo'lmasa, choryorlardan bittasi bo'lmasa. Tolibjon onasini yupatdi. Boraman, ena, boraman. O'g'lining sochiqqa tushgan sochlarini tugib, ichkariga opkirib ketayotgan Zaynab akasiga bormang deb yana ta'kidladi. Zaynabning tashvishlanishiga asos bor edi. Yaqinda ferma mudiri Kiyik borib, echki so'yib qon chiqazgani uchun partiyadan o'chirilib, ishdan olingan edi. Raykom bir necha marta g'azab qilib kelib, Kiyik maqbarasini buzib tashlamoqchi bo'ldi. Keksalar uni otang yaxshi, onang yaxshi deb zo'rg'a qaytarishgandi. Tolibjon kechasi kiyik afsonasini o'ylab yotdi. Ikki ko'chmanchi qabila o'rtasiga nizo tushib, omonsiz jang bo'ladi. Odamlarning noahilliklaridan dili og'rigan tabib kampir bosh olib tog'u toshlarga chiqib ketadi. Mana shu samburuq qoya tagida xarsang toshlardan vatan tikib, odamlardan olisda tanho yashay boshlaydi. Bu kimsasiz kampir yalanglikka erta bahor o'ziga yetarlicha qilib bug'doy separkan, yana arpa separkan, hosilni o'rib olgandan keyin qo'l tegirmonda tortib un qilib olarkan. Shundoqqina eshigi tagidan oqadigan jilg'ada g'ich-g'ich baliq suzib yurarkan. U giyoh terib, kunduzlari xilma-xil dorilar tayyorlarkan. Ba'zan kechalari ham oy to'lgan paytda barglarning tovlanishiga qarab eng noyob giyohlarni toparkan. Tog'dagi parrandalaru darrandalar unga o'rganib qolishgan ekan. Ilon-chayonlar uni chaqmas ekan. Bo'rilar uning yonidan bemalol o'tib ketaverarkan. Ayiqlar ham unga daf qilmas ekan. Tog' yambog'irlarini qalin qor bosgan paytlarda kampir eshigi oldidagi oxurga turli ovqatlar to'kib qo'yarkan. Xo'raksiz qolgan kiyiklar shu yerdan tamaddi qilib ketarkan. Eshigi ochiq bo'lgan paytlarda kakliklar uning ichiga bemalol kirib, don cho'qiyverar ekanlar. Bir tomon yong'oqzor, bir tomonda pistazor. Kampir go'sht yemas ekan. Non, yong'oq, jiyda-yu turshaklar, olmaqoqilar uning yermagi ekan. U ovchilarni yomon ko'rar ekan. Kampirning qarg'ishidan qo'rqib, ovchilar bu tomonlarga kelishmas ekan. U qarg'agan odam yo mayib, yo biron tuzalmas dardga chalindi deb o'ylasharkan. Uning kulbasiga uzoq-uzoq yurtlardan tabiblar kelib, u tayyorlagan dorilarni olib ketisharkan. Kampir ulardan pul olmas ekan. Ular kampirga tuz, kiyim-kechak olib kelib, doriga almashtirib ketisharkan. Mana shu kampir tong saharda tog'da giyoh terib yursa,
O'ng'irdan qandaydir g'alati ovoz eshitilibdi. Butalarni qayirib, o'ng'irga engashib qarasa, bir kiyik qopqonga tushib, tipirchilayotgan emish. Jonivorning qopqonga ilinganiga ancha bo'lgan shekilli, u holdan toygan, qopqon qisgan oyog'idan qon oqarmish. Kampir giyoh to'la savatini o'ng'ir chetida qoldirib, pastga tushadi. Kuch bilan qopqonni ayirib, kiyikning oyog'ini chiqasib oladi. Kiyikning turishga majoli yo'q edi. Kampir uning u yoq bu yog'iga qaraydi-yu, birdan g'alati bo'lib ketadi. Kiyikning do'ppaygan qorni lip-lip ucharmish. "O jonivor, oy kuning yaqinga o'xshaydi", deb o'ylabdi kampir. U kiyikning qornini beozor silabdi. Nimadir tipirchilayotganday bo'libdi. Doka ro'mol tagidan tang'igan peshona bog'ini yechib, kiyikning yarador oyog'ini tang'ib bog'labdi. Cho'qqida yaltirayotgan oftob nuri sirpanib, o'ng'irga tushibdi. Badaniga issiq o'tgan kiyik silkinib o'rnidan turibdi-da, bir dam qimirlamay qop-qora ko'zlarini kampirga tikib, keyin asta-sekin yurib o'ng'irdan chiqib ketibdi. Kampir uning ko'zlarida allaqanday minnatdorlik alomatini sezgandek bo'libdi. Kampir 5-10 kungacha uning ko'zlarini unutolmaydi. Ma'yus, qop-qora ko'zlar nimalarnidir ifoda qilmoqchi bo'lgandi. Bu jonivorning tili bo'lsa-ki, ayta olsa. Shu ko'zlar, shu begunoh ma'yus ko'zlarda xaloskor inson bolasiga aytadigan allaqanday gap bor edi. Oradan yana 10 kun o'tib, kampir o'sha kiyikni so'qmoqda o't chimdib yurganida ko'radi. Endi u yolg'iz emasdi. Orqasida nimjongina yurganda titrab turadigan ingichka oyoqlari, zo'rg'a gavdasini ko'tarayotgan kiyikchasi bor edi. "Ha, jonivor, ko'z yoribsan-ku", deydi pichirlab kampir. Hamma kiyik bir kiyik, ularni bir-biridan farq qilish qiyin. Kampirning o'sha kiyik ekanini oyog'iga bog'langan lattadan biladi. Uning yarador oyog'ida hali ham peshona bog' tang'ilgancha turardi. Kampir oyoq ostida o'sgan o'tdan siqimiga siqqancha yulib, kiyik tomon yura boshlaydi. "Ma, jonivor, ma!" Kiyik undan qochmaydi. U tutgan o'tga bo'ynini cho'zib kelaveradi. Kampir uni bo'ynidan silaydi. Tiz cho'kib, oyog'idagi lattani yecha boshlaydi. Kiyik indamay turib beradi. Ertasiga kampir Samburuq cho'qqi yo'lida bir otliqning qorasini ko'radi. Ajab, bu tomonlarga ovchilar yo'lamas edi. Bu kim bo'ldi ekan, deb o'ylaydi kampir. Hurkirgan kiyiklar pastlikka qarab qochadi. Notanish kimsa otiga qamchi bosib, kiyiklar orqasidan quvadi. Bir osh pishguncha vaqt orasida o'sha otliq so'qmoqdan egar qoshiga kiyik bolasini kampirga qaramay o'tib ketadi. Kampir hang-mang bo'lib qoladi. U o'zini bu yerdagi jondorlarning soqchisi deb bilardi. "Men borman, bu tomonlarga ovchi yo'lamaydi", deb o'ylardi. Ovchiga ergashib ona kiyik yugurib borardi. Yelini tirsillab, to'lishib ketganidan durust chopolmasdi. Orqa oyoqlarini kerib o'tirib qoladi. So'ng kuchanib o'rnidan turadi-yu, yana yuguradi. Endi otliq ketib bo'lgan, so'qmoq adog'i chang-to'zondan ko'rinmas edi. O'sha kuni to qorong'u tushguncha kiyik yo'lga qarab umidvor yotadi. Sahar payti yana keladi. Yana o'sha tomonga qarab yotaveradi. Kampir uning ahvoliga chidayolmaydi. Yoniga boradi. Kiyik ko'zlarida yum-yum yosh bilan unga ma'yus boqadi. Kampir uning bo'ynini, yelkalarini silaydi. Asta shoxidan tortib turishga undaydi. Kiyik itoatkorona o'rnidan turib, kampirga ergashadi. Kiyikning yelinlari shishib ketgandi. Kampir uni eshik oldida qoldirib, ichkaridan paqir olib chiqadi-da, cho'kka tushgancha pov-pov sog'a boshlaydi.
Har gal kampirning barmoqlari yeliniga tekkanda kiyikning badanlari dirillab, terisi lip-lip uchardi. Bo'g'zidan quyilib chiqayotgan xo'rsiniq kampirning yelkalariga issiq tegardi. Ha, jonivor, oppoq suting o'z bolangga buyurmadi-ya. Yelini bo'shagan kiyik yengil tortib, asta so'qmoqqa qarab keta boshlaydi. Kampir paqir to'la sutni tog'oraga quyib, kulba orqasiga qo'yadi. Ayniqsa, yoz oylari kampirning yumushlari ko'p bo'lardi. O't o'rib, oftobga yoyar, quriganlarini qaramlab tomga bosardi. Ertagi arpani o'rib, donini shopirardi. Tog'ni qalin qor bosib, jonivorlar yemishi, qor tagida qolib ketgan pallalarda kampir tomdan xashak olib tushib, uyi atrofiga yoyib tashlar, 4-5 bo'yra eni qorni kurab yerni ochardi. Unga don sepib tashlardi. Och qolgan tog' hayvonlari ana shu xashaklarni yegani kelishardi. Kakliklar, yovvoyi kaptarlar bir-birlarini xo'rkitib don cho'qishardi. Bu jonivorlar kampirdan hurkishmasdi. Uning oldida bemalol yuraverishardi. Kampir bo'tqa to'la tog'orani so'qmoqqa opchiqib, ichiga og'ir tosh tashlab qo'yardi. Agar shunday qilmasa, hayvonlar ovqat talashib tog'orani ag'darib yuborishardi. Ovqat isini tuygan yovvoyi mushuklar, shoqollar va boshqa hayvonlar bir zumda yopirilib kelishardi-yu, bo'tqani yeb yana g'oyib bo'lishardi. Bolasidan ayrilgan kiyik har tong kampirning eshigi oldida paydo bo'lardi. Kampir uning yelini bo'shaguncha tizillatib sog'ib olardi. Ba'zan kuniga 2 martadan keladigan paytlari ham bo'lardi. Kampir uni silab, jonivor, kelaver, yelining to'ldimi, oldimga kelaver deb sog'ib, uni yengillatardi. Bu xil kelishlar kiyikka odat bo'lib qoladi. To sutdan qolguncha kelib-ketib yuradi. Keyin kun oralab, hafta oralab keladigan bo'ladi. Bir kuni tong mahali kampir tashqariga chiqsa, 2 kiyik kurt-kurt xashak chaynayapti. Ulardan birini kampir darrov tanidi. Uning old o'ng oyog'ida terisi shilinib, jun o'smay qolgan joyi bor edi. Tanish kiyik yonida shoxlari buralib ketgan baquvvat kiyik qochishni mo'ljallab sergak turardi. Jonivorginaya juft topibsan-ku, deydi u ovoz chiqazib. Kiyik undan cho'chimaydi. Jufti tisarilib sal nari ketadi. Butun qishloq kampirning kiyik sog'ishini bilib olgan edi. Ba'zan u kiyik sog'adigan mahalda daraxtlar, toshlar orasidan qarab turishardi. Bu atrofdagilar yovvoyi kiyikni sog'gan odamni ko'rishmagan edi. Ayniqsa, kiyikning o'zi tog'dan tushib, kampirga o'zini sog'dirib, yana cho'qqilarga chiqib ketishi hammani hayron qoldirardi. Ana shundan keyin kampirning nomi Kiyiksovdi onaga, Kiyiksovdi momoga aylangan edi. Kiyiksovdi momo salkam 100 yoshda olamdan o'tadi. Butun qishloq motam tutib, uni o'zining tosh kulbasi yoniga ko'mib sag'ana ko'taradi. Uni ko'mayotganlarida olomon tepasida qushlar faryod urib, chirqillab aylanadilar. Kiyiklar olomonga yaqin kelib, yum-yum ko'z yosh to'kadilar. Ayiqlar toshlar ustiga chiqib, o'kirib-o'kirib yig'laydilar. Qushlar tog'lardan anvoyi gul urug'larini olib qabr ustiga sepadilar. Erta bahor kelishi bilan qabr ustida kimxobdek bo'lib gullar ochiladi. Kiyiksovdi momoning qabri qadamjoga aylanadi. Bu tog'larga kelganlar uning qabrini tavob qilmay ketmaydilar. Bu qabr yaqinida ovchilar ham o'q chiqazmaydilar. Tabiatning sokin va lekin benihoya go'zal maskaniga turli tomonlardan so'qmoqlar ochiladi. Bu afsonami, haqiqatmi, Tolibjon bilmasdi. Yoshligida eshitganlari afsonadan ko'ra haqiqatga yaqin edi. U olis yurtlarda yurgan kezlarida Kiyiksovdi momo voqeasini eslab turardi. Har gal eslaganda qoya toshlar qurshovidagi qadrdon qishlog'ini ko'rgandek bo'lardi. Qushlarning chug'urini, uloqlar jilg'asining jildiraganini,
eshitgandek bo'lardi. Kiyik momo afsonasi uning tarjimai holi bilan qorishib ketgandek edi. Katta O'zbekiston trakti tog' burama yo'llaridan oshib, Kitob shahrini oralab o'tadi. Kitobga yetmay chap tomonda katta yo'l bor. Bu joyda avtobus kutgan yo'lovchilar ko'p bo'ladi. Ular Barganze, Palandari, Hazrat Bashir tomonlarning kishilari. O'ng tomonga ketgan chog'roq yo'l Qoplonbob qishlog'iga eltadi. U yog'iga yo'l yo'q, faqat yolg'izoyoq so'qmoqlar xolos. Mashina Hazrat Bashir burilishiga kelganda Tolibjon kabina tomini tapillatib urdi. Shitob bilan kelayotgan mashina to'xtadi. Tolibjon pastga sakrab tushdi-yu, cho'ntagidan pul izlay boshladi. To u pul chiqazguncha shofyor motorga gaz berib jo'nab qoldi. Qoplonbob shu yerliklarning ta'rifi bilan aytganda, yer yuzining eng so'lim joyi. Samarqandda saraton harorati 40 darajaga chiqqanda, Qoplonbobda mo'tadil 35 darajada qimirlamay turadi. Qoplonbob aholisi ijtimoiy foydali ishlar bilan deyarli shug'ullanishmaydi. Shuning uchun ham rayon kattalari na klub, na madaniy-maishiy bino qurgan. Tepasiga Omexta deb yozilgan bittagina magazin bor xolos. Unda sanoat mollari ham, oziq-ovqat ham sotiladi. Hatto velosiped bilan kitob ham shu do'konda. Narxi tushirilgan mollar qatorida mini yubka bilan xilma-xil o'lchamdagi chet el sinabandlari ham bor edi. Yoz oylari sayil boshlaganda Zarafshon vohasining turli joylaridan kelgan odamlarni uchratish mumkin. O'sha kezlarda bozor qizirdi. Yoymachilar qulfmi, sichqon tutadigan qopqonmi, izolentami, saqqichmi, chekkichmi, ipga o'tkazilgan o'rik mag'zimi, zirami yoyib tashlashardi. Ular yozib qo'ygan klyonkada to'tiyo, achchiqtosh, qalampirmunchoq, surma, ukpargacha bo'lardi. Bir tomonda to'n bozori, bir tomonda pichoq, jun, paypoq bozori, bir tomonda to'ppi, rang bozori. Rang bozori juda gavjum bo'lardi. Tog'dan tushgan cho'ponlar har qancha rang bo'lsa, bir pasda talab ketardilar. Ular echkilardan tarab olingan tivitlarni, tizzagacha chiqadigan paypoqlarni, to'qiydigan jun iplarni bo'yash uchun rang xarid qilardilar. Beshik belanchak, qiz sumak, o'g'il sumak, ip o'raydigan urchuk, zarang, cho'mich, o'roq bozori qozondek qaynardi. Qoplonbob bozorida nimalar bo'lmaydi. Qarsillatib saqich chaynaydigan qizlar, samolyot tasviri tushirilgan chodir teshigidan kallasini chiqazib qo'yib suratga oladigan fotochilar, biriga kavkazcha beshmet kiydirib, birining yelkasiga yog'ochdan yasalgan beshatorni osib qo'ygan suratga oladi. Yosh kelin-kuyovlar bir-birlariga boshlarini tegizib turib, tilla tishi borlar kulib turib, qo'l soati borlar kaftini iyagiga tirab turib suratga tushadilar. Novvoylarning qo'liga tegmaydi. Kabobbazlar oldida yosh yalang g'ujg'on uradi. Omonat joyxonalarda oshxo'rlarga qozon yetishmaydi. Qassoblar kuniga nechtalab qo'y so'yib yetkazisholmaydi. Yangi so'yilgan qo'yning go'shti sovimay turib talash bo'lib ketadi. Tolibjon Qoplonbobga kirmay so'qmoqqa chiqdi. Olisda qishloqning shovqini eshitilib turardi. Bir necha joyda barobariga qo'yilgan magnitofonlardan har xil qo'shiq taralayapti. Dorboz kindikka kelgan bo'lsa kerak, do'mbiraning bir maromda dirillashi eshitiladi. Bu shovqinlarni karnayning vat-vati bosib ketadi. Tolibjonning yonginasidan yangi so'yilgan qo'yning o'pkasini sudrab bir it o'tib ketdi. Soch soqoli o'sib ketgan yalangoyoq bir yigitni 4-5 kishi ushla o'g'rini deb quvlab kelardi. O'g'ri Tolibjonga ro'para kelishdan qo'rqib, so'qmoqdan o'ngga burildi-yu, soyga o'zini otdi. Orqasidan
Quvib kelganlar pastga tushishga jur'at qilolmay, qirg'oqda to'xtab qolishdi. Militsioner hushtakini churillatgancha qolaverdi. O'g'ri soyning har yerida do'mbayib turgan ho'l toshlarga oyoq tirab, narigi qirg'oqqa chiqib, qo'lidagi tugunni baland ko'tardi-yu, chap qo'li bilan kindigining pastini ko'rsatib masxara qildi. Keyin toshlar orqasiga o'tib, yo'q bo'lib ketdi. Quvib kelganlar uni so'kib orqaga qaytdilar. Yonma-yon o'sgan har bahor pillachilar kalaklab ketadigan keksa tut tagida 5-10 odam o'ralashib turishardi. Tolibjon bunga uncha ahamiyat bermadi. Yaqin kelganda ularning nimadandir darg'azab bo'lib turganlarini bildi. Yo'l chetida bo'g'ziga pichoq tortilgan bir buqacha jon taslim qilayotgan bo'lsa kerak, orqa oyog'ini har zamon bir ojiz silkitib qo'yardi. Odamlar jim. Tolibjon hayron bo'lib bir buqachaga, bir odamlarga qaradi. Hech kimdan sado chiqmadi. Tolibjon tutga suyanib aftidahol o'tirgan xotinni ko'rmagan ekan. Unga ko'zi tushdi-yu, ko'ngli allanechuk bo'lib ketdi. Ozg'in, rangi sarg'ayib, yuziga bemahal tushgan ajinlar bu xotinning dukkatlik ekanini bildirib turardi. Tolibjon tinmay papiros tutatib turgan yigitdan so'radi. Nima bo'ldi? Nima bo'lganini ko'rmayapsizmi? Dedi yigit. G'o'zani payhon qiladi deb direktor bo'g'ziga pichoq tortvorsa bo'ladimi? Nevarasi armiyadan kelishiga so'ymoqchi bo'lib boqib yurgan edi. Noinsoflikni qarang-a. Xotin indamas, jon taslim qilayotgan buqachaga ma'yus qarab o'tirardi. Keksaroq bir odam gap qotdi. Nima qilib angrayib turibsanlar? Qoni uvib qolmay turib saranjom qilish kerak. Qoni ichida qolsa go'shtini yeb bo'ladimi? Buqacha bo'g'izlagandan keyin ko'p uringan bo'lsa kerak. Junlari tuproqqa qorishgan, yo'l chetlari giyohlar usti, hatto tutning bujur tanasiga ham qon sachragan edi. Odamlar biri uning oyog'idan, biri shoxidan sudrab tut tagiga olib kelishdi. Shop mo'ylovli yigit belbog'iga osilgan qindan pichoq chiqarib, yo'l chetidan engashib tosh tanlay boshladi. Oxiri u istagan toshni topib, bir tufladi-yu, pichog'ini qayrashga tushdi. Odamlarni xo'p ranjitgan bu noinsoflik Mirvalining ishi edi. Katta yo'lda ketayotgan Mirvali uzoqdan g'o'za paykali yoqasida yurgan molni ko'radi-yu, mashinasini shag'al to'kilgan yo'lga burib, tut oldiga keladi. Bir xotin tutga suyanguncha uxlab qolgan, buqachasi yo'l chetida o't chimdib yuribdi. Mirvali uxlab qolgan xotinni bir tepdi. Xotin ko'zini ochishi bilan tepasida g'azabga to'lgan Mirvalini ko'rib, dag'-dag' titraydi. Tepki yegan joyining og'rishiga qaramay, alam bilan o'rnidan turib, direktorga tik qaraydi. Nima gunoh qildim, yaramas? Kayfi bor Mirvali g'o'za paykali chetida o't chimdib yurgan buqachani ko'rsatadi. Xotin mudrab qolganida arqon qo'lidan chiqib ketganini biladi-yu, tili kalimaga kelmay o'ldirab qoladi. Direktor etagining qo'njidan pichoq chiqarayotganida xotin qo'liga yopishadi. Jon ukam, unday qilmang, bola chaqangizning rohatini ko'ring, bunday qilmang. Nevaraginamning Afg'ondan kelishiga atab olganman. 10 kun avval shu buqachang g'o'za ichiga kirganda armiyadagi nevarangni andisha qilib kechirgandim. O'shandan beri g'o'zaga kirmadi. Arqonni ushlab yo'l chetida o'tlatyapman. Mudrab qolgan ekanman. Arqon o'lgur qo'limdan chiqib ketibdi. Baribir g'o'zaga kirmadi. Kiritmayman ham. Qandoq qilay? Darmonim yo'q. O'tirsam mudrab ketyapman. Men senga o'sha kuni nima degandim? Bu yerda mol boqma demaganmidim? Dedi Mirvali o'dag'aylab. Boshqa qayoqda mol boqaman? Yo'l chetidagi o'tlarga dori sochib tashlagansiz. O'sha o'tlarni yeb nechta mol o'lib ketdi. Bu mudrashing bo'lsa, moling albatta g'o'zaga kiradi. Yaxshisi uning bahridan o'tish kerak. Direktor yumshamadi. Xotinning chirqillab turganiga e'tibor bermay, tut bargiga intilgan buqachaning shoxidan qayrib turib, bo'g'ziga pichoq tortib yubordi. Bo'g'zidan povullab
issiq qon otilayotgan buqachaga o'ynoqlab o'zini tut tanasiga zarb bilan urdi. Shag'al yo'l ustiga otilib tushdi-yu, boshini o'nglayolmay tutga urilar, tuproq yo'lga munkib ketardi. Odamlar o'zlarini chetga olib, telba bir alpozdagi molning azob chekishiga alam bilan qarab turishardi. Xotin Mirvalining qarshisiga kelib, yoqasiga chang solmoqchi bo'ldi. Mirvali qo'lini qayirib tashladi. Xotin yana intildi. Xudoyu, u dunyo bu dunyo ikki yuzing qaro bo'lsin. Urushda shahid bo'lgan erimning arvohi yoqangdan tutsin. Umring qamoqlarda o'tib ketsin. Shunday deb turib, u tizzaladi-yu, ikki qo'lini osmonga ko'tardi. Amin. Mirvali yerga bir tupurib mashinasini gurillatguncha ketdi. Orqadan g'azab bilan qarab turgan mo'ylovli yigit baland ovoz bilan dayus dedi. Keyin shunday gap aytganidan qo'rqib, yon yeridagilarga qaradi. Ular bu gapni sen aytmading, biz eshitmadik degandek ko'zlarini olib qochishdi. Tolibjon, hozir idoraga boraman. Bunaqa insofsizlik qilgani uchun Mirvaliga qattiq-qattiq gapiraman degan niyatda shahdam yurib, savxoz markazi tomonga qarab ketdi. Mirvali idorada yo'q edi. Tolibjon shofyordan o'zi qani deb so'radi. U bosh ko'tarmay javob qildi. Dam olgani boqqa kirib ketdilar. Biron soat uxlab oladilar. Tolibjon uyg'onguncha uni kutishga ahd qildi. Dastyor yigit chinor tagidagi dasturxon yozilgan stolga patnisda u-bu qo'ydi. Joy olib chiqib, Tolibjonni o'tirishga undadi. Mehmonxona bekasi Tatar opa yelkasiga ip yigiradigan dastgoh qo'yib, bir etak tivit bilan chinor tagiga chiqdi. Bir ozdan keyin dastgohning ari ovozini eslatadigan tovushi keldi. Tolibjon choy ho'plarkan, boyagi shahtidan ancha tushgandek edi. U o'rnidan turib, beixtiyor Tatar opa ip yigirayotgan tomonga yura boshladi. Opaning ishlariga qarab turdi. Opoy qo'lidan bir siqim tivit, bir oyog'i bilan charx tepkisini bosadi. Pildirab aylanayotgan urchuq tivitni ho'playotgandek o'ziga tortib o'rardi. Tolibjon bu ishga shunchalik berilib ketdiki, opoyning tepasiga kelganini ham bilmay qoldi. Opoy bosh ko'tarib unga qaradi. "Nu, senga qiziq, что ли?" dedi u hayron bo'lib. "Siz ishingizni qilavering, opoy. Bir oz tomosha qilay", dedi Tolibjon. Shu topda Tolibjon bolaligida onasining charx yigirishini esladi. Echkidan tarab olingan tivitlar to'planib qolganda ayvonga charx olib chiqib ip yigirardi. O'ng qo'lida charx aylantirib, chap qo'lida urchuqqa tivit yetkazib berib turardi. Bu ham xuddi shunday, faqat bunda parrakni tepki bosib aylantiradi. Tolibjonning miyasiga yarq etib bir fikr keldi. Orqasiga o'girilib, shofyorni izlay boshladi. Shofyor bola qon sachragan etikni tozalab, mehmonxonaga olib kirib ketayotgan edi. "Mirzajon, bog'dan bitta ventilyator olib chiqing", dedi. Ichkariga kirib ketgan Mirzajon shnurini sudrab ventilyator olib chiqdi. Tolibjon uning qo'lidan olib, u yoq bu yog'iga qaradi-da, "Otverkangizni olib kelib, mana bu parrakni chiqazib tashlang", dedi. Mirzajon hayron bo'lib, yelkasini bir qisdi-da, zum o'tmay bagajnikdan otverka, ombur keltirib birpasda parrakni chiqazib oldi. Tolibjon opoyning fartugi cho'ntagidan chiqib turgan bo'sh urchuqlardan birini so'rab oldi. Shofyor bilan ikkovi urinib, parrak o'rniga urchuqni o'rnatishdi. Hozirgina Tolibjon ovqatlangan stolni ko'tarib, chinor tagiga olib kelishdi. Tolibjon ventilyator vilkasini rozetkaga tiqishi bilan urchuq pirillab aylana ketdi. Ko'zlari quvonchdan yashnab ketgan Tolibjon hayajon bilan Mirzajonga qaradi. "U qoyil, kallangizga qoyil, Tolib aka", deb yubordi. Ularning qilayotgan ishlarini kuzatib turgan opoy yaqin kelib hayron bo'lib qoldi. "Mana opoy, ishingizni osonlashtirdik. Qani ozroq tivit olib kelingchi". Opoy tivit olib kelib, labi bilan tivit uchini ho'llab, urchuqqa o'radi. Keyin ventilyator tugmasini bosdi. Urchuq aylanib,
Uning qo'lidagi tivitlarni ho'plab o'ray boshladi. Bir zumda qism to'la tivit urchuqqa o'ralib qoldi. Opoy yana tivit olib keldi. Ventilyator urchug'i zum o'tmay uni ham o'rab tashladi. Ular uchovlon bu ishga shunchalik berilib ketishgan ediki, bog'dan Mirvali chiqqanini, kelib soatiga qarab, bitta urchuqqa necha minutda ip o'ralib bo'lishini kuzatib turganini sezmay qolishdi. Bu ish kimning kallasidan chiqdi, dedi Mirvali shofyoriga qarab. U boshi bilan Tolibjonni ko'rsatdi. Kallangga qoyilman, o'qigan odamsan-da, kallang ishlaydi. Bilasanmi, sen hozir nima o'ylab topding? Xazina topding. Birlashma uchun millionlab pul topding. Xo'jaliklarning sanab-sanog'iga yetib bo'lmaydigan oq echkilari bor. Ulardan yiliga bir marta tivit tarab olinar, 2 marta jun qirqilardi. 60 tonnadan ortiq tivitni birlashma sovxozlari davlatga sotardi. Mirvali hozir shu tik turganicha xom-cho't qildi. Bu yil echkilar soni 2 barobar oshdi. Echki ko'p tug'adigan jonivor. Ulardan tarab olinadigan tivitlarning bir qismini ip yigirish uchun olib qolsa bo'ladi. Mirvali do'stini bag'riga bosib, uni boshqalar uchun berk bog'ga sudradi. Ikkovi qog'oz qalam olib hisoblashga tushib ketishdi. U juda to'g'ri, aniq hisob qilardi. Menga qara, Qoplonbobdan sovxozga sariq chaqalik foyda yo'q. Ular bizani emib yotishibdi. Erkaklar erta bahorda ketib, kech kuzda qaytib keladi. Xotinlarning qishi bilan qiladigan ishi yo'q. U joylarda na ekin ekib bo'ladi, na bir giyoh o'stirib. Nima deysan, o'sha yerdagi qarovsiz yotgan qassobxonani sexga aylantirsak, mana shunaqa ventilyatorlardan 200 tasini olib kelib, ayollarga ip yigirtirsak. Xo'sh, qalay? Agar shu ish yaxshi natija bersa, ro'mol to'qiydigan sex ochamiz. Shunday deb ventilyatorda ip yugurayotgan opoyning oldiga chiqishdi. Menga qarang, bitta ro'molni necha kunda to'qib bitirasiz? Opoy biroz o'ylanib turib javob qildi. Ну, bo'sh vaqtimga qoriy. Splashnoy zanimatsiya etsam, 2 kunda bir ro'mol bitadi. Bitta shunaqa tivit ro'mol bozorda necha pul turadi? Chiyalining jahon bozorida oqini 230 ga, qorasini 200 ga sotuvlar. Mirvali yana qog'oz qalamga o'zini urdi. Qoplonbob bilan dukkatliklarning itini ham tuvagi oltindan bo'lib ketadi. Erlari ham daytib ketib qolmay, bola boqadigan bo'lib qoladi. Opoydan 1 soatda yigirgan ipni ko'rsatishni so'rashdi. Telefon jiringladi. ATS qizlari Toshkentdan telefon qilishganini, Sog'liqni saqlash ministri Dehqonobodga keta turib to'xtab o'tmoqchi bo'lganini aytdi. Mirvali Tolibjonga ishing bo'lsa ertaga gaplashaylik, dedi-yu, shoshib idoraga chiqib ketdi. Tolibjon garajga telefon qilib, birorta bo'sh mashina bo'lsa, yetim qishloqqa oborib tashlasin deb iltimos qildi.